1950 yılı 14 fevral Stalin ve Mao Zedong muddeti 30 yıllık maxfiy kelishim imzalagan. Gerçi 1950 yılı 14 fevraldaki Sovet Xitay maxfiy kelishimining 17 martida Sharq Turkiston ittifoqdosh Cumhuriyeti qurish plani belgilangan bo'lsa-mu, biroq bu plan yanada Stalinning 1953 yil 5 mart o'lib ketish tufaylidan suvga chilinishib, o'rniga 1955 yil 10 ayda hem saxta hem siyosiy o'rni eng tuvan darajadagi qo'rchoq avtonomiya huquqi berilgan. Xitoy Kompartiyasi 1953 yil kuzdan 1954 yil kuzgacha bo'lgan bir yil ichida bepoyon Sharq Turkistonni siyosiy tuzilma va territoriya jihatdan texmi parchalab, Uyg'ur millatidan boshqa barliq yerlik millatlarga Uyg'urlardan yuqori bo'lgan avtonomiya huquqi va eng muhim strategiyalik joylarni bo'lib berib, Uyg'ur millatini Sharq Turkistonning xo'jayinlik huquqidan paydan-pay mahrum qildi. Uyg'urlarning put-qo'li mahkam bog'lanib, qilchi medirlayolmas holatga kelgan chaqdalardan 1955 yil 1 oktyabr mazkur qo'rchoq avtonom rayonni qurib berib, Sharq Turkistonni o'z aholisini qamdaydigan eng cho'ng usti ochiq turmaga aylantirib qo'ydi. Chunki Xitoy kommunistlari Uyg'ur xalqining mustaqil Sharq Turkiston yoki Uyg'uriston qurish orzusi va g'oyalarini barbod qilishda birinchi qadamda har qaysi millatlarni Uyg'urlardan parchalaydigan va Uyg'urlarga qarshi qo'ydigan taktikalarning biri sifatida Milliy avtonom oblast, avtonom nahiya, avtonom yezi qatorliqlarni qo'llangan edi. Yuqorqidek avtonom apparatlarning hammasi atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidan xeyli burun qurilib bo'lgan edi. Ya'ni Xitoylar Josef Stalinning o'limidan foydalanib, aslida Sovetcha ittifoqdosh respublika qurish belgilangan Sharq Turkistonda oldi bilan Uyg'urdan boshqa soni xeyli az bo'lgan boshqa millatlarga zimin bo'lib berish va Uyg'urlardan yuqori avtonom huquq berish qatorliq qabiy harakatlar natijasida Uyg'urlarni boshqa qarindosh millatlardan ayirish va ular orasida milliy va siyosiy ziddiyat paydo qilish maqsadiga yetdi. Uyg'urlarga qo'rchoq avtonomiya berilishdan ilgari boshqa osonliq yerlik millatlarning hammasiga alohida avtonomiya va o'ziga xos zamin taqsim qilinib bo'lgan. Tarixiy manbalarga qaraganda, Xitoy Markaziy komiteti 1951 yili sobiq Sharq Turkiston Cumhuriyetining 51 nafar kadrining Uyg'uriston Cumhuriyeti qurish loyihasini to'liq qattiq tanqid qilgandan keyin 1952 yil 8 oyning 8 kuni Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti Milliy territoriyalik avtonomiyani yo'lga qo'yish programmasini e'lon qilib, milliy territoriyalik avtonomiyaning asosiy mazmunlari va prinsiplarini bekitgan. Shuningdek, Xitoy Kompartiyasi atalmış Şinjan Sho'ba komitetiga milliy avtonomiyaga tayyorlik qilish xizmatini asosiy xizmat qilib elib berishni ko'rsatgandan sirt, milliy avtonomiyalarni yo'lga qo'yishni yer islohoti xizmati oxirlashgandan keyin boshlashni belgilagan. Xitoy hukumati 1952 yil 8 oyda Urumchida Şinjan o'lkalik milliy territoriyalik avtonomiyani yo'lga qo'yish tayyorlik komiteti qurib chiqib, Borxan Shahidini mudirlikqa, Gaumenchun Sayfiddin Azizi, Anvar Jakullinni muavin mudirlikqa tayinlagan. Buning har qaysi millatlardan 40 kishi kirgan. Abdulla Zakirov mazkur komitetning kundalik xizmatlariga mas'ul bo'lgan. 1953 yil 2 aprel kuni Xitoy Kompartiyasi Şinjan Sho'ba byurosi yig'in echib, Xitoy Markaziy hukumatining milliy avtonomiya xizmatiga oid maxsus ko'rsatmasini uqtirgan. Uningda Xitoy Markaziy hukumati yerlik o'rinlarga tuvandagidek qo'shimcha ko'rsatma bergan. Bu ko'rsatmada Şinjanda 13 millat barligi, ularning ichida Uyg'urlar asosiy millat. Shunga Uyg'urlar milliy territoriyalik avtonomiyani yo'lga qo'yish jarayonida va yo'lga qo'yilib bo'lgandan keyin tashabbuskorlik bilan boshqa qarindosh millatlarga yordam ko'rsatishi kerakligi ta'kidlangan. Oxirida yana milliy territoriyalik avtonomiyani tuvandan yuqoriga, kichikdan cho'ngga qarab yo'lga qo'yish belgilangan. Bu plan bo'yicha oldi bilan rayon, yezi darajalik avtonom rayonlarni qurish, ikkinchi qadamda nahiya darajaliklarni qurish, uchinchi qadamda viloyat darajaliklarni, to'rtinchi qadamda ma'muriy mahkama, ya'ni muavin o'lka darajalik avtonom rayonni qurish, beshinchi qadamda o'lka darajalik avtonom rayon qurish qaror qilingan. 1954 yili avtonom rayonlarni qurish ishlari boshlanib, 1954 yilning oxirigacha
barlıq avtonom yeza, avtonom nahiye, oblastlarning hammasi bo'lib, 27 avtonomiyalik huquq o'rinlari to'liq degidek qurilib bo'lgan. 1954 yil yozda Xitoy Markaziy komitetining planlashi bo'yicha oldi bilan atishni markaz qilib, Qizilsuv Qirg'iz avtonom rayoni, Korilni markaz qilib, mutlaq ko'p qism Taklimakan vodilarini o'z ichiga olgan Baying'ulon Mo'ng'ul avtonom rayoni, Ili, Tarbag'day va Oltayni o'z ichiga olgan Ili Qozoq avtonom rayonlari qurilgan. Sayfiddin Azizi aslimsida o'zining Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblastiga atish qatorliq dehqonchilik joylarini kirgizish, Ilini o'z ichiga olgan 3 viloyatni asos qilib Qozoq avtonom oblasti qurish hamda Baying'ulon Mo'ng'ul oblasti qurish masalasida bir qism Uyg'ur kadrlarning bu fikrning hammasiga qo'shilmaydigan qarashlardimi bo'lganligi, ammo o'zining ularga tushuntirib qoyil qilganligini yozgan. Ammo 1954 yildan boshlab toki 1955 yil 9-oygacha Uyg'urlarga texi avtonomiya huquqi berilmagan bo'lib, Sharq Turkistondagi Qozoq, Qirg'iz, Tungan, Mo'ng'ul, Tojik va Shivalarga avtonom huquqlar berilib, ularning chegaralari ayrilib, yashaydigan zaminlari mukammal holda belgilanib bo'lgan. 1955 yili barliq atalmış avtonom rayonlar, avtonom oblast, avtonom nahiye va avtonom yezlarga o'zgartirilib, Sharq Turkistonning vakili bo'lgan Uyg'urlarga bo'lsa, töven darajalik avtonom rayon nomida huquq berilgan. Shuninggacha bo'lgan arliqda Xitoy barliq avtonom joylarni Ili Qozoq avtonom rayoni, Qizilsuv Qirg'iz avtonom rayoni, Sanji Tungan avtonom rayoni degandek nomlar bilan atagan edi. Ammo 1955 yil 7-oydan keyin bularni oblast, ammo Uyg'urlarga berilgan avtonom huquqni avtonom rayonga almashtirgan. Lekin Uyg'urlar orasida o'zlariga beriladigan alayda avtonomiyalik huquqning zodi qanchalik darajada bo'ladiganligi, cho'qim avtonom jumhuriyat yoki haqiqiy ittifoqdosh jumhuriyat salohiyati huquqi berilmaslik masalasi yanada oydin emas bo'lib, 1953 yil 12-oyda Uyg'urlarga o'lka darajada avtonom huquqi berilganligi jakarlangandan keyin noroziliklar yana kuchaygan. Mərhum tarixiy şahid Hashir Voidining 1990-yillarda Qozog'istondagi Yangi hayot gazetida e'lon qilgan aslimasiga qaraganda, 1953-yildagi Milliy avtonomiya masalasi haqidagi yig'inda Uyg'ur vakillari atalmış Şinjanning nomini Uyg'uristonga o'zgartirish va o'lkadan yuqori darajalik avtonomiya berish masalasini o'tirg'a qo'ygan bo'lsa-mu, Wang Immo boshliq Xitoy vakillari va boshqa bir qism Wang Immo tarafdorlari bo'lmish Qozoq, Mo'ng'ul qatorliq millat vakillari buningga jon jahli bilan qarshi chiqqan. Xitoy manbalarida qayd qilinishicha, 1951-yildan 1955-yillar orasida Xitoy markaziy hukumatining oldiga Sharq Turkiston doirasidagi avtonomiyalik birlikning nomi haqida bir qancha xil tashabbuslar qo'yilgan bo'lib, bular bu avtonom rayonning nomini Uyg'uriston avtonom yoki ittifoqdosh jumhuriyati deb atash, yana biri Uyg'ur avtonom rayoni, yana biri bo'lsa Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni deb atash edi. Hatto yana Tianshan avtonom rayoni deb atashmo o'tirg'i chiqqan edi. Sayfiddin Azizi o'z aslimsida qayd qilishicha, u 1954-yili Beijingga borganda Xi Jinpingning dadasi Xi Jingshun Mao Zedongning Sayfiddindan Şinjanga beriladigan avtonomiyani Şinjan avtonom rayoni deb atashga qo'shilmaslik haqidagi shaxsiy fikrini so'rganligini yetkazganda, Sayfiddin Azizi o'zining avtonomiyaning tog' daryolarga berilmaydiganligi, uning millatga beriladiganligi, shunga bu joyning ismiga Uyg'ur nomining qo'shilishi kerakligini aytganligini, uzun o'tmay Mao Zedongning bu fikriga qo'shilib, Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni deb atashga ma'qul bo'lganligini bayon qiladi. Vaholanki Burxon Shahidi Sayfiddin Azizning Mao Zedongning fikriga qarshi chiqib, Uyg'ur so'zini qo'shish talabini o'tirg'a qo'yishidan norozi bo'lganligini yozgan. Haqiqatan yuqorqi Uyg'urlarga beriladigan bu avtonomiyalik rayonning nomini Şinjan avtonom rayoni deb atash Mao'ning fikri edi. Qisqasi, Sharq Turkiston parcha-parcha avtonom joylarga bo'linib, hamma joylarga har qaysi millatlarning egidorchilik huquqi berilgandan keyin
andın mazkur zaminning asli haqiqiy egasi bo'lgan Uyg'urlarning vatanini Uyg'uriston va yoki Sharq Turkiston deb matamay, shuningdek ittifoqdosh yoki avtonom jumhuriyat salohiyatini bermasdan balki Şinjan nomi ostida Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni huquqi berilib, 1955-yili 10-oyning 1-kuni Xitoy Xalq Cumhuriyati qurilganligining 6 yillik xotir kunida Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligi jakarlanib, Sayfiddin Azizi tunji qatim rais bo'lgan. Qahramon Xo'jambardining qayd qilishicha, Xitoy avtonomiya masalasida Sovet ittifoqining jumhuriyatlik avtonomiya modelini ulga olmasimi, ammo uning ba'zi o'ziga to'limi foydali usullaridan foydalangan. Masalan, ular Uyg'urdek cho'ng millatga, ya'ni butun Sharq Turkiston aholisining 75%ni tashkil qiladigan xalqqa eng tuvan darajadagi avtonomiya huquq birligi bo'lgan avtonom rayon salohiyatini bergan. Ayni chog'da atalmış Uyg'ur avtonom rayoni ostida avtonom oblast qilingan zamindagi avtonomiya huquqiga erishgan millatlarning nupusi shu joydagi nupusning 10%ga yetmaydi. Masalan, Bayang'olon avtonom oblast qilingan Uyg'ur zaminidagi Mo'ng'ullarning nupusi shu joydagi umum nupusning 3%ga yetmaydi. Uning ustiga Sharq Turkistonning 4/1ni egallaydigan zaminga qo'yilgan ismmi azaldan shu joyning nomi bo'lmagan Mo'ng'ulcha nom edi. Xitoy ko'tarib chiqqan milliy territoriyalik avtonomiya va uning tatbiqlanishi bo'lgan atalmış Şinjan avtonom rayonining qurilishi mohiyatdan elib aytganda Xitoyning milliy avtonomiya yamchigi orqali Uyg'urlarning Sharq Turkiston va Uyg'uriston davlati qurish orzusini yo'qotish strategiyasi edi. Shuningdek, Xitoyning oldi bilan Uyg'urlardan boshqa soni xeyli oz bo'lgan qarindosh millat va xalqlarga alohida avtonomiya va tavallik zamin kesib berib, oxirida Uyg'urlarga beriladigan avtonomiyaning o'rnini emas, hatto nomini intayin haqoratlik atalg'i bilan bekitib etishi, Uyg'ur va boshqa qarindosh millatlarni o'zaro ziddiyatlashtirib, yotlar orqali tizginlab, bepoyon Sharq Turkiston tuproqlarini abadil abad mustamlik qilib turish g'arzini amalga oshirish uchun edi.